o'zidan oldin tuproqqa qo'yib sinamasin Parvardigor. Bu azob biz ko'tara olmaymiz Parvardigor. Farzandlarimizni umrlarini uzoq qilgin, baxtini benuqson ko'raylik. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda qaysi bir ota, qaysi bir ona farzandini haqqiga dunyodagi barcha duolarni yig'indisini qaymog'ini qilmoqchi bo'lsa, farzandlarim qo'linglarni ochinglar, umringlardan barakot topinglar deb duo qilsin deganlar. Birodarlar, farzandini o'zidan avval yerga qo'yib farzand dog'ida o'tirgan otani ko'rmadingizmi? Ota-ku ko'chani odami unga chalg'iydi, bunga chalg'iydi, lekin onani o'zi bilan o'zi bo'lib qolganligini ko'rmayapmizmi? Bolam, sen o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi deb o'tirgan onalarni ko'rmadingizmi yo eshitmadingizmi birodarlar? Bir arabni tuyasi yo'qolgan ekan. Mol qayg'usi, jon qayg'usi